Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qovchin mahalla fuqarolar yig'inida Xalq bank, G'uzor bank xizmatlari markazi hamda Usmon End muyassar fermer xo'jaligi bilan hamkorlikda 256-kontrda 10 gektar kungaboqar o'simligi tashkil qilingan. Hozirgi kunda ushbu 10 gektar maydonda har bitta maydonda bittadan dehqon xo'jaligi tashkil qilinib, jami 10 gektar maydonga ish olib borilgan. Hozirda ushbu mahsulotning holati yaxshi, kelgusida har bitta gektaridan 3 tonnadan rejalashtirilgan. 10 gektar maydondan 30 tonnadan oshiq mahsulot olish rejalashtirilgan. Eksport mahsulot olish rejalashtirilgan. Uchta tomondan bular chegaradosh hududlari, qo'shni fermer xo'jaliklari, janub tomonda esa Sharsabz Qarshi avtomobil yo'li joylashgan, katta yo'l joylashgan. Hozirgi kunda mahsulot bo'yicha doimiy ish tashkil qilingan.